AQShning muzliklar ostidagi maxfiy bazasi bo'yicha ayrim sirlar ochildi. Trampning falastinliklarni Liviyaga ko'chirish rejasi oshkor bo'ldi. O'zbekistonliklar mamlakatdagi inflyatsiyani sezishyapti. Diqqat! Yoz faslidan boshlab yo'l ta'miri faqat tunda amalga oshiriladi. Samarqandda maktab o'quvchilarining janjali ulardan birining o'limi bilan tugadi. Navoiyda 2 milliard so'mlik oltinni talon-taroj qilmoqchi bo'lgan zavod xodimlari qo'lga tushdi. O'zbekistonliklar mamlakatdagi inflyatsiyani sezishyapti. Aprel oyida O'zbekiston aholisiga sezilgan inflyatsiya 14,4% ni tashkil etdi. Markaziy bank so'rovnomasida qatnashganlarning katta qismi go'sht va sut hamda elektr va tabiiy gaz narxlarini yuqori darajada o'sganini ta'kidlagan. Oy davomida o'simlik yog'i, dorilar, qurilish mollari, kafe-restoran xizmatlari, tibbiy xizmatlar narxlarida o'sishni sezganlar ulushi ham ko'paygan. Markaziy bank aprel oyi uchun aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan sezilgan inflyatsiya darajasiga oid so'rovnoma natijalarini ham e'lon qildi. Unga ko'ra, aholi tomonidan sezilgan inflyatsiya darajasi 14,4% ni tashkil qilgan. Hududlar kesimida inflyatsiyaning eng yuqori darajasi Toshkent shahrida 18,2% va Andijon viloyatida 16,4%. Eng past darajasi esa Navoiy viloyati 12,8% va Qoraqalpog'iston Respublikasida 12,4% ga sezilgan. So'rovnomada qatnashganlarning katta qismi go'sht va sut hamda elektr va tabiiy gaz narxlarining yuqori darajada o'sishini ta'kidlab o'tishgan. Daromadga ega bo'lmaganlar va daromadlari 5 million so'mdan yuqori bo'lgan aholi tomonidan sezilgan inflyatsiya darajasi respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori darajada shakllangan. Xususan, 15 million so'mdan ko'p daromad egalari sezgan inflyatsiya 19,6% ni tashkil etgan. Avvalroq aprel oyida iste'mol sektorlari narxlarining yillik o'sish darajasi 10,1% ni tashkil etgani xabar qilingandi. O'tgan oyda sezilgan va rasmiy inflyatsiya o'rtasidagi farq 4,3% bo'lgan. Diqqat! Yoz faslidan boshlab yo'l ta'miri faqat tunda amalga oshiriladi. Endi yoz faslidan boshlab yo'l ta'miri O'zbekistonda faqat tunda bo'ladi. 1-iyundan boshlab shaharlar avtomobil yo'llarida ta'mirlash yoki yo'l chiziqlarini chizish bilan bog'liq ishlar soat 7:00 dan 21:00 ga qadar amalga oshirishga, dam olish kunlari shuningdek kechiktirib bo'lmaydigan alohida holatlar bundan mustasno. Mana shunday holatlarda bunga yo'l qo'yilmaydi. Bu kabi ishlar endi faqat tunda amalga oshiriladi. Samarqandda maktab o'quvchilarining janjali ulardan birining o'limi bilan tugadi. Janjal Samarqand viloyatining Paxtachi tumanidagi 12 va 1-umumta'lim maktablarining yuqori sinflari o'rtasida kelib chiqqan o'zaro janjal oqibatida shakllangan. Oqibatda oilada yolg'iz o'g'il bo'lgan 12-umumta'lim maktabining o'quvchisi vafot etgan. Uning sinfdoshi esa shifoxonaga yotqizilgan. Ularni kaltaklagan 3 nafar o'quvchi qamoqqa olinganligi aytilmoqda. Hozirda holat bo'yicha organ xodimlari tomonidan tergov va tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Navoiyda 2 milliard so'mlik oltinni talon-taroj qilmoqchi bo'lgan zavod xodimlari qo'lga tushdi. Davlat xavfsizlik xizmati oltin ilinjidagi zavod xodimlarining noqonuniy harakatlariga chek qo'yilganligini aytib chiqmoqda. Xabar berilishicha, Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati Shimoliy kon boshqarmasiga qarashli 3-sonli gidrometallurgiya zavodida faoliyat yurituvchi 2 nafar smena ustasi va 1 nafar bo'linma apparatchisi oson boylik orttirish niyatida o'zaro oldindan til biriktirishganmish. Ular kelgusida talon-taroj qilish maqsadida tarkibida ko'p miqdorda oltin moddasi mavjud bo'lgan og'irligi 2 kilogramm yarim tayyor mahsulotni zavod ichidagi havo tozalash quvuriga yashirib qo'ygan. Davlat xavfsizlik xizmatining Navoiy viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda
oltin ilinjidagi ushbu shaxslarning noqonuniy harakatlariga nuqta qo'yilganligi aytilmoqda. Tegishli xulosaga ko'ra, mazkur yarim tayyor mahsulot tarkibida jami 1 kilogramm 523 gramm sof oltin borligi aniqlanib, uning bahosi 2 milliard 102 million so'mni tashkil etadi. Hozirda holat yuzasidan ushbu shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 25-169-moddasi 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Trampning falastinliklarni Liviyaga ko'chirish rejasi oshkor bo'ldi. AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati falastinliklarni Liviyaga ko'chirish imkoniyatini muhokama qilmoqda. Bu haqda o'z manbalariga tayanib NBC News telekanali xabar berdi. Xabarda aytilishicha, Tramp ma'muriyati buning evaziga Liviyaga 10 yildan ortiq vaqt oldin muzlatib qo'yilgan milliardlab dollar mablag'larni qaytarishni taklif qilishi mumkin. Ushbu tashabbus doirasida G'azo sektoridan 1 milliongacha falastinlikni Liviyaga ko'chirish rejalashtirilmoqda. AQSh allaqachon Tripoli bilan bu borada muzokaralar o'tkazgan, biroq hali yakuniy kelishuvga erishilmagan. Ammo bu tashabbusning amalga oshirilishi jiddiy to'siqlarga duch kelishi mumkin. Avvalo, G'azo aholisi ixtiyoriy ravishda Liviyaga ko'chishga rozilik bildiradimi? Bu ochiq savol bo'lib qolmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriyati falastinliklarni moddiy jihatdan rag'batlantirish masalasini ko'rib chiqmoqda. Masalan, ularga bepul uy-joy taqdim etish yoki nafaqa to'lash taklif qilinmoqda. Biroq bu reja Washingtondan katta moliyaviy xarajatlarni talab qiladi. Shuningdek, falastinliklar Liviyaning qaysi hududiga joylashtirilishi va ularni qanday tartibda ko'chirish rejalashtirilayotgani ham noma'lumligicha qolmoqda. NBC News telekanalining ta'kidlashicha, Liviyada aholi allaqachon beqaror bo'lgan sharoitda yana 1 million odamning kelishi mamlakatdagi tanglikni yanada kuchaytirishi mumkinligidan xavotirga tushmoqda. Qayd etish joizki, Tramp kecha 16-may kuni Birlashgan Arab Amirliklarida bergan bayonotida kelasi oy davomida Isroil va Falastin bo'yicha ko'plab ijobiy voqealar bo'lishi mumkinligini aytdi. Unga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari falastinliklarga yordam berishi zarur. Eslatib o'tamiz, fevral oyida Tramp G'azo sektorini nazoratga olish niyatini bildirgan edi. Uning rejalariga ko'ra, falastinliklarni mintaqadan qo'shni davlatlarga ko'chirish lozim. Bungacha esa Falastin rasmiylari Donald Trampdan Falastin davlatining mustaqilligini tan olishini kutayotgan edi. Endi bu yog'ini esa nima bo'lishini vaqt degan oliy hakam ko'rsatadi xolos. AQShning muzliklar ostidagi maxfiy bazasi bo'yicha ayrim sirlar ochildi. 20-asrda AQSh tomonidan Irlandiya muzliklari ostida qurilgan maxfiy harbiy baza Camp Kentry haqidagi yangi ma'lumotlar ma'lum bo'ldi. Bu haqdagi tafsilotlarni The Wall Street Journal nashri e'lon qildi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, baza dastlab 600 ta o'rta masofali ballistik raketalarni joylashtirish uchun mo'ljallangan bo'lib, butun boshli harbiy kompleksni tashkil etgan. Oradan yillar o'tib, bazaning usti qor va muz bilan qoplangan. Hozirda u taxminan 30 metr chuqurlikda joylashgan. Nashr ilk bor Camp Kentry bazasining batafsil tuzilishini ham chop etdi. Unga ko'ra, kompleks ichida sport zali, teatr, kutubxona, ibodatxona va boshqa xonalar bo'lgan. Shuningdek, baza ichida yadroviy reaktor joylashgan xona ham mavjud. U yerda issiqlik chiqindilari ham saqlangan. Shuningdek, zaxira quvvat manbai xonasi, havo sovutgichlari joylashgan xona, yoqilg'i saqlanadigan rezervuar hamda ilmiy tadqiqotlar uchun mo'ljallangan maxsus xonalar ham mavjud. Ushbu xonalarni o'zaro bog'lab, yuzaga olib chiquvchi uzun yer osti koridori qurilgan. Bazaga kirish esa past qor qoplamli tepalik orqali amalga oshirilgan. Ma'lumot uchun, Camp Kentry 1959-yilda qurilgan va Sovuq urush davrida Arktikada yadroviy qurollarni joylashtirish imkoniyatlarini sinovdan o'tkazish uchun o'ta maxfiy tajriba poligoni sifatida xizmat qilgan. Loyiha doirasida Irlandiya muz qoplamasi ostida tunnel tizimi barpo etilgan.
Biroq doimiy muz harakati sababli loyiha amalga oshmaydigan deb topilib, tashlab qo'yilgan. Keyinchalik amerikalik mutaxassislar reaktorni demontaj qilib, yadro reaksiyalarini o'rnatishga mo'ljallangan kamerani o'zlari bilan olib ketgan. Biroq minglab tonna chiqindilar, jumladan radioaktiv materiallar bazada qoldirilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari ularning abadiy muzliklar ostida qolishiga umid qilgan. Biroq global isish oqibatida Grenlandiyadagi muzliklar tezroq eriy boshlagan. 2016-yilda olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, kompleksning qoldiqlari 21-asr oxiriga borib, muzlik yuzaga chiqishi mumkinligi qayd etilgan. Biroq 2021-yilda o'tkazilgan yangi tahlilga ko'ra, olimlar baza 2100-yilgacha muz ostida qoladi deb hisoblamoqda. Xo'sh do'stlar, mana bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo geosiyosatida bo'lib o'tayotgan voqealar va o'zimiznikilar bo'yicha fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring. Atrofingizda bo'layotgan voqeliklarga bee'tibor bo'lmang deya qolamiz. Muhim 24 ni kuzatishda davom eting.